Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qurultay Tayvanga beradigan 2 milliardlik bexatarlik qarz yordam pulidan voz kechdi. Tarım o'ymonligidagi Fuman neftligi 2022-yili 3 milliard 900 million tonna neft va tabiiy gaz ishlab chiqargan. Sharq Turkistondagi paxta mahsulot miqdori 2022-yili 5 million 390 ming tonnadan oshgan. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatga sunamiz. Qurultay Tayvanga beradigan 2 milliardlik bexatarlik qarz yordam pulidan voz kechdi. Mudofaa xabar torining 21 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Tashqi munosabatlar komitetining demokratik rahbarlari Yangi Jersidan yuqori darajalik jumhuriyatchi Bob Menendez, Idahodan James Reed Tayvanning Xitoy tarafidan ishg'ol qilinishining oldini olish uchun 4 milliard 500 million dollarlik harbiy yordamni o'z ichiga oladigan Tayvan siyosati qonun loyihasini 8-oyda sungan edi. Bu kengaytirilgan qonun loyihasining bexatarlik tarkiblari mush oyning 5-ida ma'qullagan 2023 moliya yilidagi davlat mudofaa huquq qonuniga kirgizilgandan keyin bu raqam 2027 yilga kelganda 10 ming milliard dollarga yetadi. Bu qonun loyihasi Tayvan chet el harbiy mablag'iga har yili 2 milliard dollar atrofida huquq beradi. Tashqi ishlar ministrligi boshqaradigan bu programma boshqa davlatlarning yordam mablag'i va qarz orqali Amerikaning harbiy uskunalarini sotib olishiga yo'l qo'ydi. Seshanba kuni oshkorlagan 2023 moliya yilidagi ko'p taraflama chiqim qonun loyihasida yordam chuqum qarz shaklida bo'lishi kerak. Tayvan 12 yil ichida qarzni qaytarish kerak deyildi. Bu Tayvanga ziyon elib keladigan bo'lib, Tayvan diplomatiya ishxonasi oldingi hafta davlat mudofaa xabarlariga qarz sifatida emas, yordam sifatida berilishini umid qilganligini aytdi. Reed va Menendez ikki partiya Tayvan siyosati qonunidan 2023 moliya yilidagi davlat mudofaa huquqi qonuniga nurg'un belgilanmalarni qo'shdi. Ukraina tashqi harbiy mablag'i bo'yicha qarz va yordamdan bahrilanmagan bo'lsa-mu, qonun loyihasi Kiyev uchun taxminan 28 milliard dollarlik jiddiy bexatarlik yordamini o'z ichiga oldi. Bayden hokimiyati sentabrda tashqi harbiy mablag'idan 1 milliard dollar qarz beradiganligini uqtirgan edi. Her yili tashqi harbiy mablag'idan bahramand bo'ladigan 25 dan ortiq davlat bor bo'lib, buning ichida Isroiliya 3 milliard 300 million dollar, Misr 1 milliard 300 million dollar, Iordaniya 425 million dollar oladi. Tayvanning har yilgi ichki ishlab chiqarish umumiy qiymati 850 milliard dollar bo'lib, bu 3 davlatnikidan ko'rinarli yuqori. Tayvan parlament a'zolari 2023 moliya yili uchun 18 milliard 300 million dollarlik mudofaa xamjoti tasdiqladi. Bu 2022 moliya yilidan 13,9% yuqori hisoblanadi. 2023 moliya yili davlat mudofaa huquq qonunida Tayvan Amerikaning tashqi harbiy qarz yordam mablag'iga moslashish uchun har yili davlat mudofaa xamjotini ko'paytirish kerak deyildi. Mudofaa huquq qonun loyihasi yana Amerikaning ortiqcha mudofaa buyumlarini Tayvanga yetkazishni oldingi o'ringa qo'ydi. O yana ciddi ahvolga yo'liqqanda mudofaa buyumlarini Tayvanga yetkazish huquqi berdi. Prezident Joe Biden Ukrainaga Rossiyaning tajovuzchiligiga qarshi turish uchun milliardlarcha dollar yordam avatgan. Mudofaa qonun loyihasida Tayvanning mudofaa iqtidorini yuqori ko'tarish va Amerika bilan Tayvanning o'zaro moslashganligini kuchaytirish uchun mablag' bilan ta'minlaydiganligi ko'rsatildi. Tarım o'ymonligidagi Fuman neftligi 2022-yili 3 milliard 900 million tonna neft va tabiiy gaz ishlab chiqargan. Xitoyning muhim koniyi bo'lgan Xinhua agentligining 27 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoydagi oldingi qatordagi neft va tabiiy gaz ishlab chiqaruvchi PetroChinaning tarım neftligi tarmog'i dushanba kuni tarım o'ymonligidagi Fuman neftligidan 2022-yili 3 milliard 900 million tonna neft va tabiiy gaz ishlab chiqarganligini aytgan. Bu şirketning aytishicha, Xitoydagi eng cho'ng darajadan tashqari cho'ng neftlik bo'lgan Fuman neftligi 1 milliard tonnadan oshadigan neft va tabiiy gaz boyligiga ega bo'lib, asosligi yer ostidan 7500 metrdan 10000 metrgacha cho'nqurlikda bayqalgan. Bu şirketning tunishtirishicha, Fuman neftligi 2025 yilga borganda har yili 5 million tonna neft va tabiiy gaz ishlab chiqargan. Sharq Turkistonga joylashgan Xitoydagi quruqlikdagi darajadan tashqari cho'ng neft va tabiiy gaz boyligining 60%dan ko'pragini, dunyo umumiy miqdorining 19%ni egallaydigan. Sharq Turkistondagi paxta mahsulot miqdori 2022 yili 5 million 390 ming tonnadan oshgan.
Xitayning muhim kani bo'lgan Xinhua agentligining 26 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Sharq Turkistonning 2022 yillik paxta ishlab chiqarish mahsulot miqdori 5 million 390 ming tonnadan oshgan bo'lib, oldingi yilga solishtirganda 262 ming tonna ortgan. Xitoyning jami paxta ishlab chiqarishiga 90,2% töhfa qo'shgan. Xitoy Davlat Statistika idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, atalmish Xinjiangdagi paxta terish ko'lami 2022 yili tuvanlab 37 million 450 ming mo'ga tushib, butun mamlakat umumiy terilg'u yer ko'lamining 83,2%ni egallagan bo'lsa-mu, paxta ishlab chiqarishi 2022 yili mo beshiga 143,9 kilogramm ortgan. Atalmish Xinjiang paxta umumiy mahsulot miqdori, birlik mahsulot miqdori, terish ko'lami va tovar taqsimlash jihatda uda 28 yil bo'yicha Xitoyda birinchi o'ringa o'tgan. Oldingi asrning 90-yillardan boshlab atalmish Xinjiang asta-asta Xitoydagi eng chong paxta ishlab chiqarish bazasi va dunyo ziroatlarini ishlab chiqaradigan muhim o'ringa aylangan. Xitoy Sharq Turkistonning muhim strategik o'rni, munbat tuproqi. Mol yer osti boyliqlaridan foydalanib, o'zini samaratgachga Sharq Turkistonni azaldan o'zining ayrilmas tarkibiy qismi deb yolg'on tarix to'qib bozorga solib, dunyoning ko'zini bo'yashga tirishadi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizadi. Bir kuni Sharq Turkiston mustaqil bo'ladi. Sharq Turkistonning egisi bo'lgan Uyg'ur va boshqa turk xalqi bu go'har zaminda bayashat xotirjam yashaydi. Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni tugutish, Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining Sharq Turkistondagi mavjudligiga kafolatlik qilish, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni talab qiladi. Sharq Turkiston va Uyg'ur xalqini qo'g'dash uchun vaqt o'tib ketyotidi. Agar Xitoyning Sharq Turkistonda mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakati davomlashsa, Uyg'ur va boshqa turk xalqlari keyingi 10 yilda o'z yurti Sharq Turkistondagi oz sonliq millatlarga aylanib qoladi. Kelgusi 20 yil ichida qolgan Uyg'urlar va boshqa turk xalqlari indigenous people'lar deb qaraladi. Ular Sharq Turkistonda oz sonliq millatga aylanadi. Xitoy mustamlikchilari va tajovuzchilari mutlaq ko'p sonni tashkil qiladi. Agar Uyg'urlar oz sonliqqa aylanib qolsa, ular kelgusi 50 yilda bir millat va xalq sifatida yo'qoladi. Bizning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish va Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining Sharq Turkistonning kelgusi mavjudligini qo'g'dash uchun jiddiy, tez harakat qiladigan fursat va vaqtimiz oz qoldi. Sharq Turkiston tashkilotlari, Uyg'ur tashkilotlarining hammasi va shaxslar cho'qim Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni oldingi o'ringa qo'yishi kerak. Agar hukumatlar, tashkilotlar va shaxslar kishilik huquq va demokratiyaga, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning mavjudligiga kafolatlik qilish uchun Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni oldingi o'ringa qo'yishi kerak. Biz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirmay turib, Sharq Turkiston va Uyg'urlarning mavjud bo'lib turishiga kafolatlik qila olmaymiz. Agar Xitoy millatimizni butunlay vayron qilib olsa, erishalaydigan asosiy kishilik huquqlarmi bo'lmaydi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish birdan-bir hal qilish chorasidir. Salih Xudoyor. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil olish uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.